Jahon tillari universiteti Farhod bozori yaqinida Chilonzor metrogacha bor yo'g'i 2 ostanovkalik yo'lda uy qidirgan yurtdoshlarimiz uchun bugun bizlar bilan 11-kvartalda joylashgan 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan uyimizni birgalikda ko'rib chiqamiz. Shu ko'rib turganlaringiz uyimizning mehmonxona qismi o'zining yumshoq mebellari, TV zonalari, loft uslubidagi mebellari bilan ko'rib turganinglardek bu yerda o'tirib ovqatlanish uchun stol-stullar qoldirib ketilgan uyimiz egalari tomonidan. Uyimiz 2 xona, 3 xonaga o'zgartirilgan. Oshxonamizni balkonga ko'chirib, oshxonamiz o'rnida esa bolalar xonasiga ajratib o'zgartirilgan ko'rib turganinglardek. Uyimizning umumiy maydoni 48 metr kvadratdan iborat. 1,5 ga 3 bo'lgan balkonni shunday surilib ochiladigan eshiklar bilan ajratgan holda oshxonaga o'zgartirilgan va kerakli barcha mebel va texnika yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Romlar alishgan. Uyimiz 4 qavatli binoni 1-qavatda joylashgan. Bu yerda esa ota-onalar yotoqxonasi. Bu yerda ham ko'rib turganinglardek sifat va rang uyg'unligiga alohida e'tibor berib did bilan jihozlangan ushbu uyimiz. Glavniy eshikdan kirib kelish, elektromontaj ishlari bo'lgan stroyniy shkaf, beshilka va razdельный sanuzulimiz. Kafelarning yaxshisidan terilgan ko'rib turganinglardek. Hojatxonamiz. Ushbu uyimiz to'laqonli ko'prik pol sistemasi bilan ham ta'minlangan. Ushbu uyimiz mo'ljaliga keladigan bo'lsak, Chilonzor 11-kvartal, Farhod bozori ro'parasida Chilonzor metrogacha bor yo'g'i 2 ostanovka masofada joylashgan. Ushbu uyimizda videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda egalari 76 ming AQSh dollar baholashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsiyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.